Azizlarim, farzand tarbiyasida bilasiz, bizni musulmonchilikda Qur'on va hadislarda bola tarbiyasi haqida juda ham ko'p gapirilgan. Ota-onaning mas'uliyati haqida gapirilgan, rivoyatlar bilan boyitilgan, amaliy maslahatlar berilgan. Buning uchun birinchi o'rinda farzand tarbiyasida ota-ona o'zi tinch, sokin, xotirjam, ya'ni ruhiy ta'lim tarbiyasi joyida bo'lishi kerak. Buning uchun o'zi sakinatda, qalb xotirjamligiga erishgan bo'lishi kerak. Va albatta buning uchun ota-onalar ko'p o'zi tinchlangan holatda bo'lib, o'ziga takrorlab yurish kerak. Men farzandimni muhabbat bilan tarbiyalayapman. Men tinchman, men sabrliman, farzandim menga ishonadi degan mana shu chiroyli o'zi taskin berib, tinch, sokin, ruhiy halovatda, xotirjamlikda bo'lgandagina albatta oilasi ham, o'zi ham tinch bo'ladi va albatta farzandlariga chiroyli tarbiya bera oladi. Mas'uliyat burchini qo'lga olgan holda hayoti, oilaviy munosabatda hamma narsa zo'r bo'ladi.